Horma og'ayni yaxshimisan? Assalomu alaykum. Qanday? Tuzukmi? Qara, mehmon yo'lga chiqayotgan ekan. Qanchada kelasiz? Men yo'ldaman, yaqinman, bir 15-20 minutda boraman. Как раз Voltdan ular zakaz qilib, tем более Burger MBC'da -30% skidka beryapti ko'moliga. Prikин. Og'ay nima qilasan? U 15-20 minutda kelmaydi. Boray, kafe-mafega chiqib bir narsalar olamiz o'shadan. Okey. Men qara, mehmon to'g'risida ozgina gap. Mehmonning eng kuchli taraflarini aytaymi? U irodali, kuchli, ayniqsa faylasuf. Faylasuf bo'lsa faylasufda, biz ham faylasufdan kam joyimiz bormi? Yo'limiz ham bir. Demak, yo'lda ko'rishamiz, atlet to'g'risan unga. Men og'ayni bizani mehmon juda ko'p sitatalar ishlatadi. Shunga hushyor bo'lib turaversan. Podpishchiklar yomon to'ppoy deb o'ylayapti bizani. Yetishadi-yu mana bu. Ilm aql bulog'i. Aql yashash chirog'i. Iqtibos kerakmi? Zo'rlari bor, vashi muammo. Uning uchun kitoblarni o'qitishga, bir narsa qilish kerak emas. Menga yoshligimda dodam har doim bitta gap aytgan. Bolam, men seni dodayman degan. Kelsanmi? Bachka, qandaysan? Qalay? Yaxshimi? Yaxshimisan? Sog'misan? Rahmat. Qanday? Qani mehmoning qani?